Shu kunlarda gilam olmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, aniq afsus qilasiz. Hozir Toshloqda joylashgan, ya'ni Farg'ona Toshloqda joylashgan 20 yildan beri baza narxida sotib kelayotgan gilam bazasini hozir sizlarga ko'rsatib, obzor qilib, narxlarini bilan to'liq tushuntirib beraman. Birinchi manzilidan boshlaymiz. Manzili Toshloq Sadda tomonidan kelib, Varzak tomonga burilishlangi chap qo'lda shunaqangi ko'changcha joylashgan Fargiz korxona gilam bazasi bo'ladi. Hozir ichkariga kirib, gilamlarda narx haqida to'liqroq sizlarga ma'lumot beramiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar, foydali bo'ladi. YouTube obunachilarimiz uchun bu videoda aynan sizlar uchun tayyorlayapmiz. Xudo xolasa bemalol kelib betdan eng keng assortimentdagi Samarqandda ishlab chiqargan gilamlarni korxona narxida olishlar mumkin bo'ladi. Boshqa joylar bilan sezilarli farq qiladi. 500 ming 1 milliongacha bitta gilamda farq qiladi. Hozir hormaylar. Jamshid aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Video olyapmiz YouTube'ga aka. Gilamni hammasini narxlar bilan tanishtirib bersangiz zo'r bo'ladi aka. Mikrofon. Ash mikrofon gapirishsam bo'lar. Xo'p, bular bir boshdan boshlasak bo'lar ekan. Narxi necha pul aka? Bularimiz Qoragachitvalari kvadrat 43900 so'mdan. Ha, 43900 so'mdan tushadi bular. 4 ga 5 xona bo'ladigan bo'lsa necha pulga tushadi aka? 4 ga 5 xonamiz. Hop. 20 kvadrat bo'ladi javoda. Bo'lgan 43900 so'm. Hop, 878 mingga bitadi. 878 mingga tayyor bo'ladi. U metr yoki qasasi tayyor bo'lishi. Bular rozg'orbop metrajli gilamlar. Buni tayyor razmerlari ham bor, puli bir xil tushadi tayyorlar. Buni tayyor razmerlari, yatovi gilamlari ham bor. Xo'p, bu tomondan Victoria kassadagi metrajli gilamlar bularni ham. Buni narxi necha pul endi aka? Bulamizga korxona narximiz 91500 so'mdan bular. Ha, buni 3 ga 4 razmerimiz bo'lsa necha pulga tushadi aka? 3 ga 4 razmerimiz 1500 so'm. Hop, 1,98 mingga tushadi. Bu qani yaxshi kachitva. Mana hozir metrajda buni ko'rsatamiz. Qaranglar, orqa to'qimlari qalin bo'ladi. Samarqand 8 zavod ishlab chiqargan Victoria kassadagi har xil assortimentlaridan bor. Bu qator ham Victoria kassadagi gilamlarimizdan bilan do'konni ko'ringlar. Nihoyatda keng. Hozir bu metraj qatori naytoni katta gilamlari ham, tafting paloslari ham bor. Ulardan ko'rsatib beramiz. Endi buni hisoblab bering aka, bizga qalin bitta zo'ridan bo'lsin deganlar. Yo'qdan bu qalin peru kachitvamiz bo'ladi. Xizmati zo'r. Iplari ham qaranglar, nihoyatda chiroyli ishlangan ekan. Buni narxi necha pul aka? Hop, bunimizning narxi 129 ming so'm kvadrat. Ha, 3,5 ga 5 xonamiz bo'lgan bo'lsa necha pulga tushadi aka? Hop, 3,5 ga 5. 3,5 ga 5 xona boshqa joylarda 3,8 minggacha sotiladigan gilamimiz hozir bizda baza, ya'ni korxona narxi necha pulligini? 2,250 ming so'mga to'xtadi. Shunaqangi qalin ham 2,250 mingga tushadi, tayyor bo'lishi. Tayyor bo'lishi. Farg'ona bo'yicha uylarni o'lchab kelish, razmeriga moslab berish xizmatlari ham bor, xudo xolasa. Bizda xudo xolasa o'lchab kelish, yetkazib olib borib, solib berish xizmatlari bepul. Xudo xolasa bemalol Fargizda shunaqangi hamma filiallardan, ya'ni 9 filiallardan shunaqangi gilamlarni adolatli korxona narxlarida olishlar mumkin bo'ladi. Har xil assortimentdan hozir ko'rsatib, obzor qilib beryapmiz. Mana hozir bu tomondaglarni ham narxini ko'rsatib tushuntirib beramiz. Bunisi necha pul Jamshid aka mana? Bu 100% polister bo'ladi. Polister materialimiz bo'ladi. Xizmati zo'rgina. Orqa to'qimlari ham kvadrati 107 ming so'mdan. Ha, 107 ming so'mdan tushadi. Endi qarang aka, razmerni o'zgartiramiz. 3,5 ga 4 bo'ladigan bo'lsa necha pulga tushadi aka? Hop, 3,5 ga 4 razmerimiz yo'qdan. Hop, 107 ming. 1,498 mingga bitadi. 1,498 mingga shunaqangi 100% polister gilamimiz tushadi. Ikki tomondan ikki xil to'g'lanuvchi, materiali yaxshi Samarqand 8 zavodni ishonchli gilamlari. Endi bu tomonda qaranglar, shunaqangi keng joylashgan tayyor gilamlar, undan tashqari tafting gilamlar, tafting paloslar, sochiq gilamlar joylashgan. Orqa tomonda skeletlari bor, skeletlarni ko'rsatib beramiz. Qaranglar, tafting paloslar necha puldan endi Jamshid aka shular? Bular tafting paloslarimiz 43900 so'mdan bo'ladi kvadrati. Ha, endi 3 metr, 3,5 metr, 4 metr, undan tashqari daroshka variantlari ham bor, 80 dan 2,5 metrgacha. Buni xo'p 3,5 ga 6 xona bo'ladigan bo'lsa necha pulga tushadi aka? 3,5 ga 6 xonamiz. Hop. 3,5 ga 6 xonamiz. 920 ming so'mga bitadi. Ha, 920 ming so'mga shunaqangi sifatli tafting palos. Samarqand 8 zavod ishlab chiqargan, orqalari utpyonli bo'ladi, zax o'tkazmaydigan, ustilarini ham ko'ringlar, nihoyatda mayin, chiroyli ishlangan bo'ladi. Bu tafting bo'yicha hamma joyga borsangiz har xil narx aytadi, lekin bundan yaxshisi rostdan ham bo'lmaydi. Gilamga tushungan odam o'zi biladi. Samarqand 8 zavod ishlab chiqargan O'zbekiston bo'yicha eng kuchli zavod taftingi, bundan qimmati o'zi bo'lishi mumkin emas. Bunaqa bo'lmaydi o'zi rostdan keyin narxni o'zgartirib sotishlari mumkin xolos. Bizda unaqa bo'lmaydi. Bizda korxona narxida bo'ladi. Mana bu tomonda ham boshqa rassetkalar bor. Bularni ham hozir hisoblab berganlarida narxi shunaqa bir xil 43900 so'mdan tushadi. Endi 3 metrliklar assortimentini ko'ringlar. Bizda keyin gullar har doim yangilanib turadi. Hozir bu videoni ko'rib 3-4 kundan keyin kelgan bo'lsangiz, bu gulni topolmasligingiz mumkin. Sababi bir kunda 5-6 ta, 10 taga yaqin rullon sotiladi. Har doim yangilik gullari bo'ladi. Bemalol kelishlar mumkin. Bu tomonda endi gato gilamlarimiz. Xo'p, gato gilamlarni ham narxini hisoblab beradilar, Jamshid aka. Xo'p, mana shu necha gilam ekan?
Hop. Xo'p, Samarqand Sakzavod ishlab chiqargan 3,5 ga 6,5 Nova kassadagi moviy gullari ham chiroyli ishlangan gilamimiz ekan. Hozir narxini eshitasizlar endi. Bu 3,5 ga 6 Nova gaz tivamiz. Hop. 6,5 ni hisoblab bering, 6,5 ga. Aha, 6,5. 3,5 ga 6,5 ko'paygan. Hop, 1,70 ming so'mga bitadi mana shu. Ha, shu gilamimiz 1,70 ming so'mga bitadi. Narxini arzonligini qaranglar. Buni boshqa rassetkalari ham bor, Ha, bejiviy. buni ochiq svetlar, bejiviy, Mana moviy. bu tonda bemalol tanlasalar ham bo'ladi. Har xil assortimentdan bor. Hosillarga bitta arzonlar narxini ko'rsatib berib qolgan, qimmatlari qolib ketmayapti. Hammasi xudo xolasa adolatli korxona narxida bemalol kelsalar ham bo'ladi. Mana eng qalin Vizantik kassadagi metraj gilamlarimizni ham hisoblab beramiz. Buni razmeri endi 4 metr. 1 metr narxi yoki kvadratni narxi necha puldan tushadi aka? Hop, kvadrati buniki 147 ming so'mdan. Ha, Hop, 147 ming so'mdan tushadi. 4 metrlik metr 588 mingdan tushadi. Eslatma uchun eslatib o'tamiz. Mana shuni zavod, ya'ni Sakzavodi donaga ham sotiladi. Donaga belgilagan narxi 149 ming so'm bo'ladi. Bu donaga belgilagan O'zbekiston bo'yicha eng arzon narxdan olmoqchi bo'lsangiz ham 149 ming so'mdan tushadi. Undan arzon tushmaydi. Bizda ko'ryapsizlar, undan ham arzon narxda bo'ladi. Assortiment ko'ringlar. Bu tonni ham har xillari bor. Undan tashqari mana shu ko'rib turgan metraj gilamni oxirida qolib ketgan laxta deymiz. Biz laxtalarni kelib razmerlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, katta chegirmada xarid qilishga mumkin bo'ladi. Korxona narxidan ham arzonga qilib beriladimi Jamshid aka shunda? Albatta, bu laxtalarga joylarga tushadigan bo'lsa, korxona narxidan arzon qilib bitirib beramiz. Xudo xohlasa Jamshid aka har doim sizlar yerda kutib oladilar. Mana metrajli gilam, tayyor gilam, har xillari bor. Hozir mana tayyor gilamni qaranglar. Mashhur rassetkasi ham nihoyatda chiroyli yoqdi. Sizlarga qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin gilamni bitta o'zini ko'rsalar, gullari boshqacha ishlangan, razmeri 4 ga 5 bo'ladi. Hozir narxini eshitasizlar. Samarqand Sakzavod ishlab chiqargan Perru kassadagi eng qalin sifatli yon tomonda populyari, ko'jalari bor gilamimiz. Narxi nechaga tushyapti aka? Javodan bu Perro kachitvamiz. 4 ga 5 razmeri bu. 2,4 ming so'mga bitadi joylarga tushishi. 2,4 mingga shuna qalini bitadi. Qalin. Bemalol kelib shunaqangi eng sifatli, ya'ni mingdan ortiq gilamlarni barcha filiallarimizdan adolatli korxona xarid qilishlar mumkin bo'ladi. Hozir sizlarga obzor qilib ko'rsatgan filialimiz Toshloq filialimiz, ya'ni asosiy sklad do'konimiz 20 yildan oshiqdan buyon shu yerda gilamlar savdo qilinadi. Bu joyga ham bemalol kelsalar ham bo'ladi. Uylarni o'lchab kelishdan boshlab yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonlar mutlaqo bepul bo'ladi. Past raqamlarimiz bor. 55 530 30 telefon qilsang, hamma filiallarimiz haqida to'liqroq ma'lumot berishadi.